Salom do'stlar. Mana yangi bot chiqdi do'stlar. Zombi degan. Bunda nima qilamiz do'stlar? Qarang, partnershipga kiramiz. Referallarda har bir registratsiya uchun 0,05 sent beradi do'stlar. Undan tashqari zadaniya bo'limi mavjud do'stlar. Qarang, har bir $3 depozit qilsa referlaringiz sizlarga $3 tushadi va undan tashqari ikkita nima deydi, kupon beradi. 5 ta referal chaqirsanglar $5 beradi va yana kupon beradi. Bu yerda sotsial sitlarga obuna bo'lganlaringiz sizlarga $1 beradi do'stlar. Keyin magazin bo'limi mavjud. Bu yerda bular sotib olasizlar, mining qilasizlar do'stlar. Menda hozir $5 sotib olganman. Menga kuniga $0,49 keladi do'stlar. Yana kashrok bo'limida qayerga yechamiz desanglar, buni Toonkeeper yoki Walletga yechsak bo'ladi do'stlar. Kimda CryptoBot bo'lsa, CryptoBotga ham yechsa bo'ladi. Yana qayerdadir nimasi bor edi. Bu yerda mining jarayoni ketadi do'stlar. Mining qilasizlar. Bu yerda qaranglar, har bir depozit uchun sizlarga bilet beradi va 7% tashlagan puldan 7% beradi. Ikkinchi urovенdan 2% beradi, birinchi urovенdan 1% beradi. Keyin biletlar. Bu biletlarda mana bu yerda yig'ilib boradi mana biletlar menda 0 hozircha. Borida 7 ta borida ishlatib qo'ydim. Undan ham 0,02 sent minimalka 0,02 sent tushadi o'sha. Bu balanslariga qo'shiladi. Hozir yana pul yig'yapman. $5 yana bitta sotib olaman. Va mening bitta kunlik daromadim $1 ga chiqadi do'stlar. Bu yangi bot do'stlar. Yangi bot chiqdi. Kiringlar, ishlab qolinglar do'stlar. Botimiz shundan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar.